Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Hozirda men turgan joyda 450 ta qishloq aholisi bor va biz Kalmar o'yinidan o'tmoqchimiz. Lekin undan oldin bu yerga qanday qilib tushib qolganimizni gapirib beraman. Qani yo'qollaring bu yerdan ko'rmayapsanmi? Men videoga olyapman. Hammaga salom do'stlar. Nimagadir o'ng quloqim qichyapti. Demak, pul keradimi deyman. Soliq mavsumi boshlandi. Tushunmadim. U yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Nima bo'lishidan qat'iy nazar meni taklif qilishmaganmi? Shartlari juda ham oson. Birinchi qog'ozning ustiga ikkinchi qog'oz bilan urasan, bo'ldi. Jinorson 6-chi urinishim, lekin nimagadir menga o'xshamayapti. Lekin mana bunisida o'xshaydi. Xo'sh, nima ham deyman? Sen yutqazding. Menga yana bir imkon bering, men uddalayman. Sen yana yutqazding. Iltimos, menga yana bir marta imkoniyat bering. Bo'ldi, hech qanday imkoniyat berilmaydi. Yellanati, mana bu intelligent meni aholimni o'ldirdimi? Xo'sh, janob, bu yerda nimalar bo'lyapti? Men ham o'yinda qatnashsam bo'ladimi? Opa, yangi o'yinchi o'z oyog'i bilan keldi-ku. Mayli, qonun qoidalarini tushuntiraman. Birinchi qog'ozni olib, ikkinchi qog'ozning ustiga urasan-da va o'yinga o'tasan. Aha, tushunarli. Menimcha bu o'yinni qandaydir o'zining sir-sinoatlari borga o'xshaydi. Birinchi urinish zoya ketdi. Hoppa. Yellanati, meni urishga qanday qilib qadding sig'di? Hozir boshingdan darcha ochib qo'yaymi? Lekin video tezda tugaydi-da, menga bu kerak emas. Xullas, o'yinni davom etamiz. Sen ikkinchi marta ham yutqazding. Tezroq ber, meni qornim og'riyapti. Shoshilma, sabr qilib tur. Xo'sh, nima bo'ldi? Men yutdimmi yo yutqazdimmi? Ha, sen yutding. Mana bu tashrif qog'ozchasini ol. Boshqa men chidab tura olmayman. Menga qara, hojatxona qayerda edi? Yellanati, ko'zlarimga ishonmayman. Va nihoyat men yutdimmi? Iya, shoshmanglar. Mana bu knopka nima vazifani bajaradi? Jinorson, nima balo, kecha ko'p bo'ldimi? Nima balo, boshim og'riyapti? Men tushunmadim. Men haqiqatan ham o'yinga tushib qoldimmi? Qo'yilay, men haqiqatan ham Kalmar o'yiniga tushib qolibman-ku. Nima ham deymiz? Shunaqa turqi savollar ham uchrab turadi. La'nata, axir men buni kinoda ko'rgan edim-ku. Sening isming Baqovli Sobir Rahimov ko'chasidansan. Bu yerda hammani ko'rib turganimdan xursandman va o'yinga xush kelibsiz. Bu o'yinning nomi Kalmar o'yini deb nomlanadi. Sizlarni bu yerda aqlga sig'mas sarguzashtlar kutyapti. Siz bu yerda hech qachon zerikib qolmaysiz va eng asosiysi bizda sovrin bor. Bizning sovrin 456 million zumraddan iborat. Bu yerdan tirik chiqqan bir kishigina bu sovrinni qo'lga kiritadi. Hammangizga omad tilagan holda agar menga savolingiz bo'lmasa, men bu yerni tark etaman. Tez orada birinchi o'yin boshlanadi. La'nati, demak bu degani men birinchi o'yinda qanday qilib bo'lmasin tirik qolishim kerak. Buning uchun menga bir guruh kerak. Men mana buni ham to'yman. Sening isming Qambar edimi? Men guruhimga odam to'playapman. Xo'sh, qo'shilasanmi? Biz birinchi o'yinda birdan bo'lishimiz kerak. Albatta janob, men roziman. Xo'sh, unday bo'lsa bizga yana ikkita ishtirokchi kerak. Xo'sh, kimni taklif qilsam ekan? Axir bu Baqovli Sobir Rahimov ko'chasidan-ku. Menga qara, 456-chi bizning guruhga qo'shilasanmi? Bilasizlarmi, men Ajoyib guruh bo'lyapmiz. Bizga yana bir kishi kerak. Xo'sh, yana kimni tanlasam ekan, ha? Tushunmadim. Amon bobo bu yerda nima qilyapti? Amon bobo, siz guruhga gap so'zsiz qo'shildingiz. Yaxshi ham bu o'yinga bezmiyani taklif qilishmagan ekan. birinchi o'yin boshlanyapti. Marhamat qilib ishtirokchilar tashqariga chiqinglar. Bir guruh bo'lib itarmasdan yuringlar. Nima deb o'ylaysizlar? Birinchi o'yin qanday qilib boshlanar ekan? Ha, o'zi ham ajoyib guruh bo'ldik-da. Menimcha biz mana bu yerga borsak kerak. Sizlar boraveringlar. Meni ozgina nafasim qisdimi nima balo? La'nati, o'ngga ketamizmi yoki chapgami? Bir yo'l ko'rsatkichlar ham qo'yilmagan. Bunday davom etaversak biz o'yinga ham yetib bora olmaymiz. Menimcha mana bu eshik bo'lsa kerak. Men o'ylab qolsam kerak o'zi. Menimcha men yorug'likni ko'ryapman. Menimcha bu birinchi o'yin bo'lsa kerak. Biz to'g'ri keldik. La'nati, bezmiya. Do'stlar, o'ldik deyavering. Qani bo'la qolinglar, yugurish kerak. Qani bo'la qolinglar, hamma meni ortimdan bo'la qolinglar.
Yer la'nati, ular kimsan xuynan o'ldirishdi-ku. Nima deb o'ylaysizlar, kengiz kim bo'larkin? Agar yashashni xohlasangiz, hamma meni ortimdan yugursin. Voy, nimani kutib turibsizlar? Hamma Groxning ortidan. Ha, lekin men tez yugura olmayman. Qani, bo'la qolinglar, hamma meni ortimdan. Nima menga qarab turibsizlar? Qani yugurish kerak. Menimcha meni tomib ketdim nima balo. Ana bo'la qolinglar, vaqt jam qolyapti. Bu yerda vaqtni o'zi ko'rinmaydi-ku. Hamma bir kishi uchun hammang meni himoya qilaring. Qani, yana ozgina. Men chiziqdan o'tdim, qoyil. Qani, bo'la qolinglar, bu yoqqa kelinglar. Axir men bu aktyorni taniyman, uning ismi Baqovlimi? Shumadan bu aktyor bu yerda nima qilyapti? Ha, meni ham kimdir tortib olib ketsin, men boshqa yugura olmayman. Qara bo'la qol, Xo'p emas, sen undalaysan, bo'la qol. Cho'chqalik qilma. Vaqtingiz tugadi, ishtirok etganingiz uchun rahmat. O'yindan o'tganlar bu yerni tark etinglar. O'yindan o'tmagan qolib ketgan ishtirokchilar esa birma-bir otib tashlanadi. Salom qadrli obunachilar, hozir men sizlarga Kalmar o'yinini narigi tomonini ko'rsataman. Qoyil, meni hali ham ishongim kelmaydi. Biz birinchi o'yindan o'tdik. Qani gapir, nechta aholi qoldi? Janob, bizning hisob-kitobimiz bo'yicha nobud bo'lgan aholilar 100 tadan iborat. Ha, yana bir narsa janob, bizning o'yinimizda Grox ham qatnashyapti. Grox deysanmi? U haqiqatan ham Groxmi? Ha janob, haqiqiy Grox, lekin ichim olsa soxta bo'lishi ham mumkin. Xullas meni tushundingiz. Undan har balo kutish mumkin. Undan ko'z quloq bo'linglar. Ha, yana bir narsa, bizning tez kunda homiylarimiz keladi. O'yin yanada qiziqarliroq bo'lishi kerak. Tushunarli janob. Unday bo'lsa, men borib bir ikkita ishlarimni hal qilishim kerak. Siz dovdirlar ko'rdingizmi? Men qanday qilib marraga birinchi bo'lib yetib keldim. Lekin qolganlarning omadi kelmadi, shuning uchun otib tashlashdi. Xullas, sovrinni qo'lga kiritganimizdan so'ng sizlar menga soliq to'laysizlar. Menimcha men 20 kilo vez tashladim, nima balo? Menimcha men bunaqada o'yinning oxirigacha yetib bora olmasam kerak. Shoshmanglar. Shunaqangi qornim och qoldi. Is shit good? Qani, ko'raylikchi. Yer la'nati, hammasi ajoyib-u, lekin sal kamroqmi deyman. Birinchi o'yin yakuniga yetdi. Hammangizni tabriklayman. Sizlardan 256 ta ishtirokchi qoldi. Shunday qilib sizlarga tanlash imkoniyatini beramiz. Keyingi o'yinni davom ettirasizmi yoki bo'lmasam o'yindan chiqib ketasizmi? Tanlov sizning qo'lingizda. Qadrli ishtirokchilar, sizlarga omad tilayman. Xo'sh, demak biz tanlov qilishimiz kerak. Xo'sh, demak bunday qilamiz. Bizga reja kerak. Grox, sen qanday taklif bermoqchisan? Barchangiz aylanada bosishingiz kerak. Shunda biz o'yinni davom ettiramiz. Shunda men mana bu zumradlarni qo'lga kirita olaman. Xullas, meni tushundingiz. Ha, biz ham o'yinni davom ettiramiz. Qoyil, qani bo'lmasam olg'a. Tushunmadim. Amon bobo ko'rinmaydi? U kishini shu paytda qorinlari og'rib qoldi. Mayli, ertalab chiqarli. Marhamat, ovoz berishingiz mumkin. Qani bo'lmasam 456-o'yinchidan boshlaymiz. Men buni Anilan dublyaj o'z uchun bajardim. Bilasizlarmi nima? Xullas men o'yinni davom ettirmoqchiman. Shuning uchun mana.
Yer la'natlar ey, o'yinni davom ettirish uchun tugmani kattaroq qo'ymaysizlarmi? Men zumradlarning hidini his qilyapman. Bayram ertalabgacha bo'ladi. Ovoz berganlarning soniga qaraganda ko'klar g'olib bo'ldi. Bu degani keyingi o'yinga tayyorgarlik ko'raveringlar. Ha, qoyil, o'yin davom etadi va oxirigacha boramiz.